Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Svarchik kanalimizning hurmatli obunachilari. Mana bizda sifat brendi ostida ishlab chiqarilayotgan universal drabilkalarimiz. Sizlarga buni qisqacha obzorini qilib beramiz, qo'ldan kelgancha tushuntirib. Birinchi o'rinda manzilimizga kelsak, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'i. Xalq tilida Kaminterin qishlog'idamiz. Mana drabilkamizning ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Bizda asosan ikki xil drabilka ishlab chiqariladi. Bunisi Ariol mislik motor, bunisi Samara alyumin motor. Ikkalasining birkasi bu 6,5 kilovat 3,5 ming obrot ko'rsatilgan. Bunisi ham xuddi shunaqa 6,5 kilovat 3,5 ming obrot ko'rsatilgan. Bunimizni setkalariga kelsak, 5 xil setkasi bor mana. Qo'ybob yirikroq razmeri, bunisi molbob razmeri, bunisi qo'ybob main razmeri. Bularimiz kepak holatga keltirib beradi donlarni. Mana shu yorma qilib beradi, bir qaynaydigan qilib. Bu setkalarimizni ko'rdik hozir. Endi buni ochilishlari, qulayliklari hammasini bir qator yana tekshirib ko'rsatib o'tib ketamiz. Dastavkamiz yetib borish holati mana shu holatda bo'ladi. Endi buni upakovkalab qo'ydik. Bu o'zimizga shu chetga Bag'dodga chiqarib yuboriladi. Yonimizdagi tumanga. Setkalarni tayyorlab qo'ydik. 5 talik qopqoqlari. Bash ko'rsatib o'tgan setkalarimiz buni ichida. Xullas mana buni setkani qo'yilishlari ham juda oson. Mana yerda kurchogi bor orqa tarafida. Mana shu kurchokda ochiladi. Ana shu holatda qo'yiladi. Endi bitta setkani ham olib qo'yib ko'rsatib qo'yik. Mana. Mana shu holatda qo'yiladi setkasi. Bu setkasi tushishiga alohida e'tibor berasizlar. Mana bu holatda tushib qolmasin. Yarim holatda tushib qolmasin. Buni to'liq tushiriladi mana. Pastiga tegish kerak bu. Mana shu holatda qo'yilishi kerak. Buni pichoqni mana ko'rsatib qo'ysak, 22 talik mahavikli pichoq. Kilogrammi 10,5 kilo chiqadi mana. Mana shu holatda tayyorlanadi. Mana ular domni urib maydalab beradigan malatkovoyi. Bular segmenti qora kalyonli segmentdan qilinadi. Mana shu holatda drabilkalarimiz ko'rinishi. Bizda yana bitta yangilik. Bu yangi fasonimiz. Konusli varianti. Mana shu holatda tekis holatda tushib ketadi o't. Keyin bunda bitta qo'shimcha plus tarafi bor. Bunda mana parraklari bor. Motorimiz bu holatda aylangan hisobiga faqat tepaga ko'tarilgan chang, yem, hashak shunaqa narsalarni yana qo'shib o'ziga tashlab beradi, qaytarib, tushirib beradi. Shuni hisobiga uncha changishi bo'lmaydi, tepaga chiqarmaydi changni. Endi buni o't solib chiqarib, sinovdan o'tsa, buni ham xudo xolasa sotuvga qo'yiladi. Bularimizni listlariga kelsak, 1/1 qalinlikdagi lis, yangi lis, hech qanaqa eski lis ishlatilmagan. Bu 1.8 lik qalin, bu ham yangi lisdan qilinadi. Keyin mana atrofi turbasi 0,7 stinkadagi lis, salkam 1 sm qalinligi. Mana o'si konteynerda baquvvat 2lik lisi takligi. Keyin mana motor pastavkalari ham 2,5 stenadagi 2 stenadagi lislar. Motor pastavkasi, motor qatgan lis. Qalin lisdan xullas
ish beradigan narsa qilib tayyorlangan. Keyin manolariga ham, turbalariga ham e'tibor berasizlar. Mana qo'lni bemalol ishqab, baqsa ham ishlama qilmaydi. Xavfsizlik tarafdan ham yaxshi bu. Mana bexijolat ayollar ishlatsa ham bo'laveradi. Xullas mana shu holatda, shu ko'rinishda dastlabkamiz yetib boradi. Manzilimizga kelsak, yana bir marta eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Dehqonobod qishlog'i, xalq tilida Kaminterin deyiladi. Ba'da mana zakotovkalarimizni ham ko'rsatamiz. Mana bu zakotovkalarimiz kemping svarkada, keyin elektrotniy svarkada qilinadi. Cheklariga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bu manetidan bitta ushatib, betidan bitta ushatib, germetka chiqib qo'yilib, bunaqa narsa emas. Polniy bir tomchi ham germetka ishlatilmaydi. Endi bitta germetka ishlatadigan joyimiz bor. Tagiga salnik qo'yamiz, suv o'tkazmasin, o'shanga germetka ishlatamiz. Boshqa joylari polniy svarkalarda qilinadi, kempingda qilinadi, choklari. Choklariga e'tibor berasizlar. Baquvvat holatda tayyorlanadi. Zakotovkalarimiz bor, xudo xolasa hammaga yetadi. Mana bu bochkalari. Mana ba'da zakotovkalarimiz. Xudo xolasa hammalarini yurgizib, hammalarini chiqarib beriladi. Keyin like, podpiska, komment yozib turasizlar. Bu juda muhim. Sizlardan podpiska kutamiz. Hammaga omad, charchamanglar. Videomizda kamchiliklari, xatolari bo'lsa uzr so'raymiz. Kamchiliklarni xudo xolasa to'ldirib borishga harakatdamiz. Bularimiz narxiga kelsak 2 million 700 ming so'm 50 ming odnotkali motorimiz. 3 million so'm Ariol mis motorimiz. Bularimiz xudo xolasa o't tanlamaydi, don tanlamaydi. Tushgan narsani maydalab boradi. Bundan oldingi videolarimizda ham chiqarilgan videolari bor. Shularni ham bir ko'rishlaring mumkin. Mabodo bu tiqilib qolgan taqdirda ham o'zi tashlaydi bu avtomati. Motor zashta deyiladi endi. Buni shu delik temir tushib ketdi buni ichiga. Mabodo shu qanun yog'och shunaqa narsa tushib ketgan taqdirda favqulodda bu pichoq to'xtab qolib ding etib motorga kuch kelib turmaydi, avtomat o'zi tashlab yuboradi, motor zashta qiladi. Motorlarimiz eng original, sinovdan o'tgan yaxshi motorlardan qo'yiladi. Mana drabilkaga xudo xolasa sinovdan o'tsa chiqarib ko'ramiz. Buni ham sotuvga qo'yamiz. Polniy o'tlarini chiqarib sinovdan o'tkazib sizlarga obzor qilib ko'rsatamiz. Hammalarga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Like, komment, podpiska bosishni ayamaysizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.